Assalomu alaykum, Milliy yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Namangan viloyati Pop tumaniga yetib kelganmiz. Qirchin qishlog'ida va Xudo xolasa, xuddi shu sizlar ko'rib turgan xonadonda qishga issiq bo'lish uchun isitish sistemalarini полностью установка qilib beryapmiz. Xonadonimiz sistemasi samatok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Katta yo'limiz xonadonda orqa tarafiga uстановка qilib berdik. Mana shu yon tarafga katta yo'limiz 15 kilovatlik utuplenniy bo'ldi. Sizlar bilan bir qator sistemalar ko'rib chiqamiz. Mana bu xonamiz baniya xona ekan. Baniyaga 40 sm ga 1 metrlik panelli radiator uстановка qildik. Bu yotoqxona ekan. Yotoqxonaga 30 sm ga 1.40 razmerdagi hamda bag'iga 40 sm ga 1.40 ikkita radiator uстановка qilib berdik. Sistemamiz samatok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Remontlari bitgan ekan, juda ham chiroyli qilib bitkizib berdik. Ichkariga shikast yetkazmasdan. Mana keyingi xonalarimiz 40 sm ga 1.40 razmerdagi panelli radiatorimiz bag'am 40 ga 1.40 bo'ldi. O'rta suv to'ldirilish jarayonida kranni ochiq qolib ketgan ekan, qatirilmagan ekan, ashta suv qo'ydi, qatirib netib berdik. Sistemani o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bu xonaga ham ikkita radiator uстановка qilindi. Svet yo'q ekan, kirib ko'rsatmay qo'yamiz. Endi kat yo'limizni uстановка jarayoni. Kat yo'limiz xonadonning shu orqa tarafiga uстановка bo'ldi. 15 kilovatlik utuplenniy variant bo'ldi. Kat yo'limiz narxi 8,5 million so'm. Kat yo'limiz 40 kilo 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Eng kami 12 soatdan 20 soat, 24 soatgacha bemalol yonib beradi. Kat yo'limiz narxi 8,5 million so'm bo'ldi. Bu eshigidan esa kat yo'limizga ko'mir zapravka qilish uchun ponni solasiz, 40 kilo 45 kilo ko'mir solasiz. Tevadan qattiq jism o'tinlarni yoqib, tevadan pastga qarab yonib tushadigan bo'ldi. Bu kat yo'limiz bu eshigi kulini olish uchun shilak-pilak, ichida yana bitta shishasi bor. Cho'q-po'q shilak-pilak hamma yoqni tozalash uchun qo'yilgan. Tozalab. Xo'p, bu eshigidan kat yo'limiz teplamenini tozaladi. Kat yo'limiz 2 metr teplamendan iborat. 2 metr teplamendan tushgan qurumlarni xuddi shu eshigidan olib tashlaysiz. Bu eshikni ochasiz, mana shu yerga to'planadi. 85 vatli o'zini original ventilyatori, o'zini aqlli miyasi. Ana shu miyani mana hozir 30 gradusga qo'yganmiz. 30 ga qo'ysiz 30 ga yonadi, 50 ga qo'ysiz 50 da. Mana hozir kat yo'limizni endi yoqdik, mana 18 gradusga chiqdi. Suv 0 gradusda turadi. Xolasa dimoxotimiz bir donasi 410 ming so'mdan bo'ldi. Sandvichli utuplenniy. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa chiqaramiz. Kanalda mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib, videomizga bitta like bosib qo'yamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Kat yo'limizni yonish jarayonini sizlarga bir qator ko'rsatib, xonadondan ichkarini ko'rib chiqamiz. Yo'limizni sizlar bilan ishlash jarayonini bitta ko'rib o'tamiz. Qani usta gap, ochingchi kat yo'lda ishlash jarayonini. Farg'onadan keltirilgan kat yo'limizni yonish jarayonini ko'raylik-chi. Kat yo'limiz juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Ozgina o'tin zapravka qilganmiz. Kat yo'lning quvvatini sinash uchun va xonadonlarda sistemani tekshirish uchun. Videomizga bitta like bosib, kanalda mehmonlar sirazi daroda podpisatsiya qilamiz. Bu videoni do'stlarga choyxonada o'tirgan paytda podritsa qilib qo'yamiz. Usta aka, hozir mana sizlar bilan endi gradus ko'ramiz. 50 gradusga chiqibdi. Sizlar bilan bir qator radiatorlarni ko'rib tekshirib chiqamiz. Mana sistemamizda radiatorlarni qator ko'rib chiqamiz. Ichkariga kirsak, sirazi issiqlik tap turyapti. Radiatorlarimiz juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Mana keyingi radiatorlarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Mana keyingisi Xudo issiqlik. Xonaga kirishingizdan issiqlik betga uryapti. Tashqari sovuqligi uchun juda ham chiroyli bo'lib sistemamiz hech qayerdan qo'yib netmadi. Xudo xolasa juda ham sifatli bo'lib ishlab beryapti. Mana keyingi xonamiz ham juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Issiqlik zo'r. Xudo xolasa hech qayerdan qo'yib netib bo'lmadi. Xo'p. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun ko'mirli kat yo'llar uстановка qilish. Mana ikki ko'rayotganlaringda ikkita laboda, bitta labo instrument bilan, bitta labo to'liq yuk bilan kelib ishni bitkazib ketyapmiz. Bugun ertalab kelganmiz, xudo xolasa kechgacha ishni tugatib tamomlab qildik. Asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kat yo'llarni o'rnatib beramiz. Kim uyda shunaqa sifatli santexnik ishlari o'rnatish kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar. Shunaqa santexnik ishlarni chiroyli qilib bitkazib, sizlar xonadonlarni ham qishga issiq qilib bitkazib beramiz. Videomizga bitta like bosib, kanalda mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, yana bir bor sizlardan uzr so'raymiz.